O'zbekistonda 10 aprel kuni qanday ob-havo kuzatilishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 10 aprel payshanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi esa 25-27 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 27-32 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 23-28 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi esa 27-32 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 23-28 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi esa 17-22 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.